3 ta sahoba birga jang qiladi. Shulardan bittasi Ikrima. Jangda uchalasi teng yarador bo'ladi. Buni o'sha suv tashigan sahoba aytib beradi. 3 tasi o'lim to'shagida yotibdi. Odam o'layotganda buni hech kim bilmaydi ham. O'layotganda shunaqa chanqar ekan. Yugurib borib Ikrimaga suv olib bordim dedi. Ikkinchi birodarimiz suv deb qoldi dedi. O'lim to'shagida yotgan Ikrima u birodarimga olib bor deb aytdi dedi. Ikkinchisiga ko'tarib borsam, ikkinchisi suv ichilaman deguncha, uchinchisi ham suv deb qoldi dedi. Uchinchisiga ko'tarib bordim. Uchinchisiga suv ichilaman dedim, yana birinchisi suv dedi. Birinchisiga olib borsam jon taslim qildi dedi. Ikkinchiga olib borsam ham, uchinchiga olib borsam ham olimdan o'tib dedi. Hatto o'lim to'shagida yotganda birodariga ravo ko'rdi. Iymonimiz baquvvat bo'lmaydi, hattoki birodaringizga ravo ko'rmaguncha o'zi yaxshi ko'rgan narsa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.